DTMda tushgan savollardan bittasi. Choose the correct answer. To'g'ri javobni tanlang. They all work extremely nimadir. Ularning barchasi juda ham qattiq ishlaydi. Ya'ni bizga qattiq degan so'zimiz kerak. Xo'p, hozirgi grammatik qonun qoida bo'yicha bizda ingliz tilida demak work degan so'zimiz kelyapti. Work bu fe'l. Grammatik qonun qoida bo'yicha bizda hozir fe'ldan keyin kelishi mumkin bo'lgan so'z turkumi bu ravish hisoblanadi. Adverb. Va biz hozir qidirishimiz kerak bo'ladi ravish qaysi biri. Hardly. Xo'p, adverb hisoblanadi, ravish hisoblanadi. Harden bu hozirgi fe'l. Hard bu yerda kelish qonun qoidasi bo'yicha adjectivedan ham kelishi mumkin bo'ladi yoki bo'lmasa adverbdan ham kelishi mumkin bo'ladi. Harder bu comparative adjective, ya'ni qo'shimchasini ko'ryapmiz. Yes, adjective hisoblanadi. Va siz ko'rib turibsiz, bizga hozir B javob umuman kerak emas. D javob umuman kerak emas. Chunki bizga hozirgi holat bo'yicha ravish kerak. Lekin bizda chalg'itadigan narsa A bilan S. Xo'p, qaysi bir to'g'ri? A mi yoki S mi? Demak, bizda hozir hardly bu ma'no jihatdan ham to'g'ri kelmaydi, grammatik jihatdan ham to'g'ri kelmaydi. Hardly zo'rg'a, arang degan ma'noni beradi. Bu yerdagi holat bo'yicha fe'ldan oldin kelish kerak. Ravish bo'lishiga qaramasdan, hardly degan so'zimiz fe'ldan oldin keladi. Tushunyapsizmi? Va to'g'ri javobimiz bizda S javob.